Assalomu alaykum. Yaqinlar kanalimiz a'zolari va kanalimizdagi yangi mehmonlar, YouTube kanali ahli. Mana bugun 14-mart 2025-yil Ramazon oyi, 14-Ramazon kuni. Mana bugun Laboga polni izolyatsiya qilingan holatda tunuka ashibga bo'ldik. Laboyimizning egalari Farg'ona viloyati Buvayda tuman Yangi Qo'ron shaharchasidan kelibdilar. Laboni hamma joylari ideal holatda, mana shu izolyatsiya konteyner pol qo'yilgan. Poliga mana shunaqa qalinlikdagi rezinalar tashlangan. Qalinliklar birlik bo'ladi, ichida ipi bor, bir yoni silliq tangachalik bo'ladi holatda. Xo'p, taglari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan bo'ladi. Mana qo'lni ochganda ilmaydi. Past qismida ham shunaqa samarezlar yo'q, tagidan qatirladi hammasini. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyat Bog'dod tuman Bordon qishlog'i. 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Tayyor zakotovkalar bor. Bemalol kelishinglar mumkin, telefon qilib. Mana bunaqa rezinkalari ham alohida sotiladi. Tunuka qoplatilgan akalar bo'lsa ham rezinkalarga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Ishlarimiz yoqsa like bosib do'stlarga jo'natinglar. Laboga qiziqqan, Laboga olaman degan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Murojaat uchun mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.